Gapimni mana Instagramga qo'y. Bitta narsa uchun shu ishni boshlaganman. Mani uzoqroq qarindoshim, lekin qarindoshim uzoqroq bo'ladi. O'zini-o'zi osib qo'ydi aka. Oktyabr oyi. Bankdan qarzi ko'payib ketgan, kreditga mashina olgan, o'zini nomiga, xotinining nomiga. To'la olmadi. Bir ijro o'tib ketdi, sudga berdi. Prosto oson yo'lni tanladi-da, mujik tishini qilmadi, o'zini osib qo'ydi tuvaletaga kirib. Noto'g'ri, mujik tishini qilmadi. Lekin 3 ta balacha aka qolib ketdi yetim bo'lib. Nima sabab bo'ldi? Kredit sabab bo'ldi. Aka shunday otilib chiqdim o'shandan keyin. O'zbekistonga hali hech kim qilmagan ishni qilib chiqdim aka. O'zbekistonga hali hech kim qilmagan ishni qilib chiqdim aka. Bulam o'zini osib yubordi kredit dastidan. Bu ishni qilganim shundan keyin qildim. Kreditlar ko'payib ketdi, to'la olmadi borki. O'zini o'zi osdi yosh bola. 3 ta balasi qolib ketdi, unga kim non aytib beradi? 3 ta balasi qolib ketdi, unga kim non aytib beradi? Hamda narsa borda aka, bitta narsa noto'g'ri tushunmang, zo'rmisiz qarang. Bitta narsa borda. Qayerdan sizniki? Bildim, qayerga turadi? Men bu uy meniki. Qonqishloqqa turasiz. Hozir darvozangizni yopib keldingizmi, ochib keldingizmi? Yo, savolga javob bering bo'ldi. Yopib keldingiz, ha? Hozir siz borgunsiz bitta erkakda ichkariga kirib tursa nima bo'ladi? Eshiting, mana endi qarang. Bunday narsa eshiting aka. Mana nima bo'lgan taqdirga ham, ha, qarang. Men pul uchun demayman, aka. Men pulni oldim, mana Akmal akani rozi qilib 1 millionni beraman deyish hamma qo'ldan keladi. U uchun emas. Akalar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Mana endi savdo 70 million dedi menga baland. Hozir men o'tib ketaman, aka. Xohlaganicha savdo qila olavering, sizniki halol. Bitta narsa, bitta narsa, men o'zi bu ishni nima qilaman, bilasizmi? Narx tushirish uchun qilaman. Boshqa narsa emas. Pul uchun qiladigan bo'lsam aka, pul uchun. Lubbi oladigan mashinaga aqlim yetadi. Bo'ldi o'zim olib sotaman deb lubbi odamga berman sotishga aqlim yetadi. O'zim mashina furushman. O'zim mashina furush bo'lganman. Necha yillik mashina furushman. Men o'sha narsani to'xtatdim-da, aka, mayli 500 ming 1 million qo'yib sotadigan bo'lsam, bitta narsa uchun chiqdim. Tepaga chiqqanim bitta sababi, aka, mashina narxini tushirishim kerak, bo'ldi. Mashina narxini borgan sari tushirib, odamlar kreditsiz naqdga arzon bo'lsa ham uyga mashina bo'lsin. Men ballalarim ochdan o'lmaydi. O'zim ham ochdan o'lmayman. Shu 1 yil shu xalq uchun ishla, bachalar oyligini chiqarib beray, ortib qolsa ehson qilaman. Bo'ldi, boshqa hech nima emas. Qo'ysin shu odamlar, nechta o'zimni uzoqroq bo'lam o'zini osib yubordi kredit dastidan. Bu ishni qilganim shundan keyin qildim. Kreditlar ko'payib ketdi, to'la olmadi borki, o'zini o'zi osdi yosh bola. 3 ta balasi qolib ketdi, unga kim non aytib beradi? To'xta, odamlar kreditga o'zini qilmasin deb aka men shu ishni boshlaganman. 5-oy. Menga ham yoqmaydi. Sog'lig'im bormi, salomatligim bormi chiqib ishlash. Mayli savdo qilaman, kuchim yetgancha o'tib ketaman, aka oling halol sizlik. Lekin shu kirgan mashinaga faqat mendan oldin savdo qilmayapti yuringlar bo'ldi. Olaman, o'tib ketaman, savdo to'g'ri kelmadi, men boya aka plastikni misol kim oladi dedim, men olaman dedim, ol. Bo'l, seniki halol chiqib ketaverdi. Shunday narsa. Bu odam 70 dan pasayib bermaydi. Значит, men ola olmayman. Endi mana sizniki aka. Davra sizniki. Men o'tib ketib keyingi mashina savdo qilaman. Prosta chiqib ketguncha bitta gapni aytsangiz bo'ldi, roziman. Aytmasangiz ham roziman. Aka, men oldim, rahmat. Boshqa narsa emas. Ya, rozi qilish shart emas. Na. Ya, jon sog' bo'lsin. Jon aytganda ularni ham. Birinchisi siz emas-da. Agar birinchisi siz bo'lganingizga, yaxshi bo'ladi. Qarang, aka. Boya mana oddiy bir misol, o'sha yoqqa hamma ko'rib turibdi. Lasetdan oldi, aka. Kim oladi dedim, shunday bitta kishi chiqdi, oling. Hayoqqa chiqqandan keyin mana aytibdi-ki, mana o'zi og'zi bilan aytibdi. Men u odamdan pul so'ramadim. Pul berasan demadim. Yo'q, u odam oldi sotdi qilaman deb hammanicha yaxshi ko'rindi, to'g'rimi? Malades, minuvchi ekan, oldi sotdi qilagan gap yo'q. Oling, roziman deb chiqarib yuboraman, yoqqa boribdi-da. Birinchi aytayotgan gap, men oldimdan ketgandan keyin generalni berasan, ikkinchi aytayotgan gapi sotaman, o'sha payt kelasan dedi. Bu odam dehqon,
moshin furushda gapi bilan kirib olib ketyapti-da, yoqqa chiqqandan keyin 2 xil gurung qilyapti. O mana oldim kelyapti mana bu yigit. Menga ishonib kelyaptiki, men ololmanki, chaqdan bir kishiga beraman, men ololmadim. Siz oldingizda, oldi sotdi qila olaman deb hammancha labz qildingiz. Hayoqqa chiqqandan aytibsiz, o'z gapingiz o'zgaryapti. Yo'q, og'ayni, men oldi sotdi qilmayman. Bu bir yalg'onlik. Ikkinchi yalg'onlik moshin furush minibdi uni moshinning ichiga. Bu 2. Sotgan paytim dokumentni kiyib ketasan deyapti. Bu 3. Bu qanday gap aka? Men bu yoqqa moshin furushni ish uchun o'tiribman aka. Ama moshin furushni ish uchun o'tirgan bo'lsam, o'zim moshin furushga. Misolga-da. Kerak emas. Akalar, men bitta narsa mana ochiq, mana shu gapimni mana Instagramga qo'y. Bitta narsa uchun shu ishni boshlaganman. Meni uzoqroq qarindoshim, lekin qarindoshim uzoqroq. Bo'lam. O'zini osib qo'ydi, aka. Oktyabr oyi. Bankdan qarzi ko'payib ketgan, kreditga moshin olgan, o'zini nomiga, xotinining nomiga. To'la olmadi. Bir ijroga o'tib ketdi, sudga berdi. Prosto oson yo'lni tanladi-da, mujik tishini qilmadi, o'zini osib qo'ydi tuvaltaga kirib. Noto'g'ri, mujik tishini qilmadi. Lekin 3 ta balacha aka qolib ketdi yetim bo'lib. Nima sabab bo'ldi? Kredit sabab bo'ldi. Aka, shunday otilib chiqdim o'shandan keyin. O'zbekistonga hali hech kim qilmagan ishni qilib chiqdim aka. Kim kelsa aytaman, kreditga olma, arzonroq kutib tur, 10 million puling bor, to'xta og'ayn, 10 millionga mashina olib beraman. Puling yetmasa mayli, mendan qarz bu 1 million 2 million. O'sha uchun qildim bu ishni, akalar. Mana bu ittachidan savdo qilganingiz, aka siz. Yo'q, men savdo. Endi eshiting. Endi siz o'zingizni bir tasavvur qilib ko'ring, mayli siz qilmadingiz, bitta odam shunday ish qilsa, men bu yoqqa kirsa, men mashinani aqlim yeta oladi, aka men buni 70 ga olmaslikka aqlim yetadi, 100%. Xuddi shunday mashinani 62 millionga oldimmi? Biznasi endi 61 millionga olishga harakat qilaman. Lekin bu odam 70 deyapti, baland. Ochiqcha baland. 60 millionlik mashin. Meni nazlim 60 million bo'ldi, bitari 60 million. 60 million bo'lsa olaman, bo'lmasa yo'q aka. O'sha kimdir kelib 70 ga ham olib qo'ysa, zinash to'xta deydi. Ikkinchisi ham 70 ga sotibdi, men 70 dan baland sotaman deb harakat qiladi. Sotuvchi baland sotadi deydi, oluvchi arzon oladi. Men 500 ming 1 million olayotganim prosta mana shu yerda ishlaydigan ishchilarim bor-da. Faqat 1 yil ishlayman degan. 2026 ishlayman, 27 ishlamayman. Kimdir oltin bersa ham ishlamayman, bu ishni qila olmayman. Sog'ligim kerak o'zimga. 26 to'liq ishlayman, kuchim yetgancha narx tushiraman. Kuchim yetgancha. 27 dan bu ishdan chiqib ketaman aka. Aniq u 100 talik. 1 yil ishlayman. O'sha 1 yil davomida odamlarni o'rgatib, tushuntirib, menga o'xshagan ana chiqib boshlayapti, savdo qilib boshlayapti, realni. Odamlar sal bo'lsa ham halollik ko'rgansin, 501 million olayotganim nima uchun bilasiz? Prosta ham 14 ta odam ishlaydi, shu 14 ta odamga 5 milliondan oylik beraman. 500 ming 1 million olsam, o'shalar oyligini beraman, ko'proq olsam aka, ehson qilib olaman. Men 1 yilga yetadigan uyimga bunday olib qarsa, donim bor. Tushundingizmi? Nonim bor. 1 yilga men ballarim ochdan o'lmaydi. O'zim ham ochdan o'lmayman. Shu 1 yil shu xalq uchun ishla, bachalar oyligini chiqarib beray, ortib qolsa ehson qilaman. Bo'l, boshqa hech nima. O'sha uchun aka, men ittachidan savdo qilib qo'ysa, jahlim chiqayotgani uchun men narx tushirish uchun kurashaman, kimdir narxni ko'tarib qo'ymasin. Uning uchun bir-birimizdan xafa bo'lmaylik aka, haddushi. Bu yurakdan chiqqan gap aka. Tushundingiz? Do'stim, xafachiligim 70 ga baland mashinasi ola olmayman. To'g'ri